Advokat so'rovnomasi kadastrga qay tartibda yuboriladi? Advokatura to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra, advokat yuridik yordam ko'rsatilishi munosabati bilan so'ralgan hujjatlarni yoki ularning tasdiqlangan ko'chirma nusxalarini qonunchilikda belgilangan tartibda berishi shart bo'lgan davlat organlari va boshqa organlardan, shuningdek korxonalar, muassasalar va tashkilotlardan ma'lumotnomalar, tavsifnomalar hamda boshqa hujjatlarni so'rash va olish huquqiga egaligi belgilangan. To'g'ri. Endi esa yanada diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 8-fevraldagi 71-sonli qarori bilan tasdiqlangan shaxsga doir ma'lumotlar bazalarining davlat reyestri to'g'risidagi nizomga ko'ra, jismoniy shaxsning mulkiy holati to'g'risidagi ma'lumotlar shaxsga doir ma'lumot hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning 27-moddasiga ko'ra, davlat shaxsga doir ma'lumotlarning himoya qilinishini kafolatlaydi. Qonunning 28-moddasiga ko'ra, subyektning roziligisiz shaxsga doir ma'lumotlarni oshkor etish va tarqatishga yo'l qo'yilmaydi hamda ular maxfiy hisoblanadi. Shunday ekan, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi 8-sonli O'zbekiston Respublikasi qonunining 28-moddasi 2-xat boshisiga ko'ra, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish uchun asos bo'lgan huquqni belgilovchi hujjatlarning ko'chirma nusxalari faqat huquq egasiga va yoki uning vakiliga taqdim etilishi mumkin. So'rovnoma yuborishdan avval e'tibor qaratishingiz lozim bo'lgan yana bir muhim jihat. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrdagi 612-sonli qarorini tasdiqlangan ma'muriy reglamentiga ko'ra, fuqaroning nomida turar joyi mavjudligi to'g'risida hamda bino va inshootlarning mansubligi va tarkibi hamda tarixi to'g'risida ma'lumotnoma olish uchun Davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishlari ko'rsatib o'tilgan. Agar ishonchli vakil tomonidan harakat qilinayotgan bo'lsa, arizaga notarial tasdiqlangan ishonchnoma ilova qilinishini eslatib qo'yamiz. O'zbekiston Respublikasining davlat kadastrlari to'g'risidagi qonunning 17-moddasiga ko'ra esa, davlat kadastrlariga doir axborot davlat hokimiyati organlariga bepul, boshqa yuridik va jismoniy shaxslarga esa belgilangan tartibda haq evaziga taqdim etiladi. Bu bilan advokatlar mazkur so'rovnomalarni faqat davlat xizmatlari markazlari orqali yuborishlari lozimligini qayd etamiz. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-iyundagi 289-sonli qarori bilan tasdiqlangan ko'chmas mulk obyektlariga kadastr yig'ma-jildlarini tayyorlash tartibi to'g'risidagi nizomning 4-bandi 3-xat boshida mulkdorning yoki uning ishonchnomasi asosida harakat qiluvchi shaxsning, shuningdek mulkdor merosxo'rining so'roviga ko'ra kadastr yig'ma-jildining nusxasi elektron shaklda taqdim etilishi ko'rsatilgan. Ya'ni so'ralgan hujjatni siz qog'oz emas, elektron shaklda olasiz. Advokatura to'g'risidagi qonunning 7-moddasiga ko'ra, advokat o'z professional faoliyatida amaldagi qonunchilik talablariga, advokatning kasb etikasi qoidalariga, advokatlik siri va advokat qasamyodiga rioya etishi, o'ziga yuridik yordam so'rab murojaat etgan jismoniy hamda yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning qonunda nazarda tutilgan vositalari hamda usullaridan foydalanishi shart.